Assalomu alaykum. Mebel savdoyimiz nimaga tushdi va uni qanday qilib ko'tarsak bo'ladi, shuni ko'rib chiqamiz. Demak, bizda o'tgan oyda 8 ta sotuv bo'lgan. Bu oy 3 ta sotuv bo'ldi. Ya'ni orada o'rtacha 62% lik sotuv farqi bor. Birinchi qiladigan ishimiz nima uchun sotuv tushganini aniqlab olish bo'ladi. Buning uchun bizga shu o'tgan oyda 8 ta sotuv qayerdan kelgan ekan? 12 kishiga biz taklif berganmiz. U 12 kishi qayerdan kelgan? Jami 20 ta odam bizga murojaat qilgan ekan. Demakki 20 ta odamdan 8 ta sotgan bo'lsak, bizda 40% konversiya bo'ladi. Ya'ni bizning konversiyamiz 40% ga teng. Bu yoqda jami murojaatlar soni 20 ta emas, 8 taga tushgan. Bu 8 tadan biz yana 3 ta sotgan bo'lsak, bu ham taxminan o'rtacha shu 40% ga teng bo'ladi. Sotuv konversiyamiz. Demak, nima ekan? Bizning sotuv bo'limimizda muammo yo'q. Chunki o'tgan oy bilan bir xilda ishlayapti. 40% konversiya bo'lgan. Biz ularga bu oyda ham 20 ta odam olib berganimizda ular yana katta ehtimol bilan 8 ta sotuvni amalga oshirgan bo'lardi. Endi bu yerda sotuvni oshirishni ikki xil yo'li bor. Bulardan birinchisi shu 40% konversiyani oshirish. Ya'ni aytaylik shu 8 ta odam murojaat qilyaptimi? Shundan misol uchun 80% konversiya qiladigan bo'lsak, bizda shunda sotuvlarimiz soni 6 taga chiqadi. Lekin buni qilish uchun siz sotuv bo'limini o'qitishingiz kerak, takliflaringizni kuchaytirishingiz kerak. Xullas, buni 40% dan 80% ga chiqarish gapirish oson, lekin qilish juda ham qiyin narsa. Bizni hozir bu darsimizdan maqsad imkon qadar qisqa muddat ichida shu sotuvni oshirish bo'lganligi uchun biz osonroq yo'lini qaraymiz. Buning uchun shu murojaatlar sonini oshirishga qaraymiz. Endi murojaatlarni qanday qilib oshirsak bo'ladi? Buning uchun murojaatlar qayerdan kelayotganini ham bilib olishimiz kerak. Aytaylik, o'tgan oyda 20 ta murojaatni 16 tasi tanish bilish orqali kelgan ekan va 4 tasi internet orqali kelgan ekan. Bu raqamlar sizda boshqacha bo'lishi mumkin. Daftarga o'zingiz taxminiy bo'lsa ham shunaqa varonka tuzib oling. Shunda tushunishingiz va muammoni hal qilishingiz osonroq bo'ladi. Men bu yerda 16 ta tanish deganimiz sababi, men hozir ko'p mebelchilar bilan gaplashyapman. Asosan buyurtma asosida mebel ishlab chiqaradiganlar katta qismi haligacha faqat tanish bilish orqali ishlar ekan, ya'ni boshqa sotuv kanallarini ishlatmas ekan. Demak, bu yerda ham xuddi shunday tanish orqali va internet orqali kelgan. Endi biz murojaatlar sonini qanday qilib oshiramiz? Birinchi o'rinda nimaga tushganligini bilishimiz kerak. Buni o'zingizni biznesingizdan kelib chiqib, menimcha o'zingiz bilasiz. Ko'p holatlarda mavsumiy bo'ladi yoki borgan sari tanish bilishlar ozayib ketayotgan bo'ladi, chunki bozorda raqobatchi ko'payapti. Xullas, har xil sabablar bo'lishi mumkin. Qaysidir sababdan sizni murojaatlaringiz ozaydi. Endi buni oshirishimiz uchun bizga ikki xil yo'l bor ekan: internet va tanish bilish. Tanish bilishlarni oshirsak bo'ladimi? Albatta bo'ladi, lekin bu bir haftaning ichida oshira olasizmi? Menimcha oshira olmaysiz. Bu tanishlar yillar davomida shakllanib keladi chunki. Bir haftaning ichida oshira olmasak, buni hozircha bir chekkaga qo'yib turamiz. Endi internet orqali bir haftaning ichida biz murojaatlar sonini oshirsak bo'ladimi? Albatta bo'ladi. Biz bu murojaatlarni internet orqali keladigan insonlarni xohlaganimizcha boshqarsak bo'ladi. Lekin bu yerda bir narsaga e'tibor berishingiz kerak. Internet orqali aytaylik, hozir bitta odam kelibdi, shuni 20 taga chiqaradigan bo'lsangiz, bizning konversiyamiz qancha edi? 40% edi. Bu 20 ta odamni 40% ga sota olmaysiz odatda. Chunki siz nimaga 40% qilyapsingiz? Sizga tanish orqali kelayotgan edi. Ular sizning narxingizni, sifatingizni bilgan va sizni sizni taniganligi uchun sizga yaxshiroq ishonadi. Shuning uchun sizdan sotib olishi oson, siz ham sotishingiz oson bo'ladi. Shuning uchun konversiya 40% bo'lgan. Bu internetdan kelgan 20 ta murojaat bo'lsa, bular sizni tanimaydi. Shuning uchun bularga sotishingiz qiyin bo'ladi. Endi internetdan kelganlarni sifati past bo'lar ekan. Ularni nima qilaylik? Unda internetdan odam chaqirmaylikmi degan bir savol tug'ilsa, yo'q. Albatta chaqirish kerak, lekin 20 ta chaqirib undan 40% konversiya kutmaysizda, konversiya pastroq bo'ladi. Ya'ni bu internetdan kelganlarda 2% bo'lishi mumkin yoki aytaylik 5% ga sotishingiz mumkin. 70%, hattoki siz umuman sota olmasligingiz ham mumkin-da. Endi men bu darslikni yaxshiroq tushunishlari uchun taxminan hozir bir taxminiy bir raqam tanlab turaman. Masalan, murojaatlarning 5% ni biz sotuvga aylantiryapmiz deb hozir osmondan bir raqam olaman. Bizning maqsadimiz nima edi? Shu 3 ta bo'lgan sotuvni sonini oshirish edi. Aytaylik, biz 10 ta sotuv qilmoqchimiz. Bizning konversiyamiz necha edi? 5% edi. Demak, bizga 10 ta sotuv qilishimiz uchun 200 ta lead kerak bo'ladi. Bu yerda mana 20 ta degan edik, shuni biz 200 ta qilishimiz kerak. Internetdan 200 ta lead chaqirdik. Buni aytaylik 5% ni biz konversiya qiladigan bo'lsak, bu bizga 10 ta sotuv degani. 10 kishiga sotamiz. Endi bu siz 10 ta sotuvingizni har bittasini aytaylik o'rtacha $700 chek olgan bo'lsangiz, sizga bu $7000 sotuv degani. Bu $7000
sohadan sohaga o'zgaradi. Konvertchilar 10-20% qo'yadi. Nostandart buyurtmachilar bo'lsa 20% dan 70% gacha ishlaydi. Biz aytaylik buni 20% ni biz sof daromad deb olsak ham, $7,000 ni 20% $1,400 sof daromad qilgan bo'lamiz. Biz nima qildik? 200 ta lead chaqirdik va evaziga $1,400 sof daromad qildik. Endi bu yerda savol tug'iladi. Biz 200 ta leadni internetdan chaqirishimizga qancha pul kerak bo'ladi? Bu juda ham chuqur mavzu. Buni boshqa darslarda ko'rib chiqamiz. Lekin hozir biz taxminan 200 ta leadni $400 ga o'rtacha chaqirib olsak bo'ladi. Ya'ni $400 bizga qo'shimcha rasxod bo'ladi, lekin evaziga $1,400 bo'ladi. Endi buni ikkalasini ayiradigan bo'lsak, bizga $1,000 rasxoddan tashqari sof daromadimiz qoladi. Endi bunaqa hisob-kitob qilganda ko'zga hamma narsa chiroyli ko'rinadi, lekin har doim ham bunaqa bo'lmaydi. Siz $400 sarflab, evaziga misol uchun $350 lik savdo qilishingiz ham mumkin. Lekin bu holatda ham siz o'z aslida yutkazmaysiz. Nimaga deydigan bo'lsangiz, bizning muammoyimiz nima edi? Tanishlarimiz ozayib ketgan. Ya'ni tanishlarimizdan kelayotgan murojaatlar ozayyapti. Endi bu aytaylik biz $400 sarflab 10 ta mijoz topdik, to'g'rimi? Bularni har bittasi agar mamnun qolsa, 1 yil ichida bittadan odamga maslahat beradigan bo'lsa ham, bu sizga 1 yilda 10 ta mijoz sizga 50 taga aylanishi mumkin. To'g'rimi? Demak, nima ekan? Siz o'z aslida $400 ga 10 ta emas, 50 ta mijoz sotib olgan bo'lasiz. Agar yaxshi xizmat qilib ularni rozi qilgan bo'lsangiz. Buni nomini biz marketingda sarafan marketing deymiz. Ya'ni tanish bilish orqali keladigan, quloqdan quloqqa eshitib keladigan mijozlarga biz sarafan deymiz. Undan tashqari yana LTV degan narsa bor. Buni ham tushuntiraman. Aytaylik bir sartarosh bor, u aytaylik sochini 80 ming so'mdan oladi. Endi biz reklama qilib bunga mijoz olib kelishni boshladik va bitta mijozni biz 100 ming so'mga olib kelyapmiz. 100 ming so'm sarflab bitta mijoz keldi va 80 ming so'mga sochini oldirdi. Bu yerda sartarosh aytadi, men 100 mingga mijoz olib kelyapman, 80 ming so'mga oldirdi, 20 ming minusda chiqyapman deyishi mumkin. Birinchi qarashimizda bu to'g'riga o'xshab ko'rinadi, lekin aslida unaqa emas. Bitta inson 1 yil davomida o'rtacha 12 marta sochini ozaytiradi, to'g'rimi? Agar bu bitta kelgan mijozni xursand qiladigan bo'lsak, u 1 yil davomida 12 marta keladi va 12 marta 80 ming so'mdan olsa, bu 960 ming so'm bo'ladi. Demak, nima ekan? Biz reklamaga 100 ming so'm sarflaganimiz bilan qisqa muddatda 80 ming so'm oldiradi, lekin 1 yil ichida u bizga 960 ming so'mlik daromad olib keladi. Shuni hisobiga aslida bu yerda ham bu zarar yo'q. Bu narsaga biz marketingda LTV deymiz. LTV nimaligini tushunib oldinglar, lekin mebel sohasida LTV odatda bunaqa bo'lmaydi. Ya'ni bitta inson 1 yilda 12 marta mebel olishi juda ham qiyin bo'ladi. Lekin bu degani LTV ni chetda qoldirish kerak deganimiz, buni ham hisobini olib qo'yish kerak bo'ladi xolos. Demak, nima ekan? Biz 200 ta mijoz internetdan jalb qiladigan bo'lsak, $400 ga bizni savdoyimiz oshar ekan va keyinchalik o'sha 10 ta kelgan mijoz yana tanish bilishlarimiz sonini ko'paytirar ekan. Endi bu yerda ikkinchi savol keladi. Xo'p, men internetdan 200 ta mijoz jalb qilishim kerak, lekin buni qanday qilaman deydigan bo'lsangiz, bu holatda sizga odatda 2 xil tanlov bo'ladi. Bulardan birinchisi tashqaridan xizmat sotib olish bo'ladi. Bu xizmat qanaqa? Ko'pincha SMM agentstvolar yoki targetologlar bo'ladi. Reklama roligi tayyorlashib, shunga Instagram, Facebookdan reklama yoqib berishadi va bunga ozgina bo'lsa ham natija bera oladigan SMM agentstvolar hozirgi kunda eng kamida $500 ga ishlayapti. Bular eng arzon varianti. Lekin men maslahatim, o'zini ishini mutaxassislari bilan ishlang va ular odatda eng kamida $1000 dan boshlanadi. Lekin bu degani $500 hammasi yomon degani emas. O'zi umuman olganda hech qaysi biri yomon emas. Prosta odatda yaxshi ishlaydiganlari qimmatroq ishlaydi. Men tajribamdan kelib chiqib shunaqa deya olaman. Endi bu $500 shunchaki xizmati uchun berasiz. Bundan tashqari yana reklama, target uchun tepada biz $400 sarfladikmi? $400 berasiz va bu sizga natijada $900, ya'ni $1000 ga borib qoladi. $900 oylik rasxodingiz bor degani. Endi 3 xil sababdan odatda mebelchilar SMM xizmati olmaydi ekan. Men mebelchilar bilan gaplashdim. Bulardan birinchisi aldanib qolishdan qo'rqishadi. Nima degani? Endi mebelchilar, siz o'zingizni sohangizni juda yaxshi bilasiz, zo'r mebelchisiz, lekin marketing yo'nalishi bo'yicha unchalik bilimingiz yetarsiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun kimgadir $500 berib chaqirganingizdan keyin
u sizni aldab qo'yishidan qo'rqasiz. U to'g'ri ishlayaptimi o'zi, uni ishini qanday tekshiraman degan qo'rquv bo'ladi, aldanib qolish. Shuning uchun ularni xizmatini olmasligingiz mumkin. Bu birinchi sabab. Ikkinchisi bu natija yo'q. Buni ham ikki xil variant bo'ladi. Siz men $900 sarflab natija ola olmasamchi degan qo'rquv bo'ladi, hali ishlamasdan turib, yoki rostdan sarflab ko'rib, unaqa natija olamagan bo'lishingiz ham mumkin. Shunaqa ikki xil varianti bor. Endi uchinchisi bo'lsa, bu pul yo'q bo'ladi. Ya'ni har oy muntazam $900 rasxod qilib turishni xohlamaydi odatda. Tadbirkorlarda pul bo'ladi, lekin nimagadir xohlashmaydi. Agar sizda ham xuddi shunaqa 3 ta muammo bo'lsa, bular sizga tanish bo'lsa, men siz uchun shu ikkinchi variantni maslahat bergan bo'lardim. Bu mustaqil o'zingiz SMM yurgizish. Qanday qilib o'zim mustaqil qilaman? Men bu sohani tushunmayman va aqlim yetmaydi deydigan bo'lsangiz, men mebelograf, ya'ni mebelchilar maktabiga asos solganman. Bu yerda shu mebelchilar uchun aynan o'quv darslari bo'ladi. Hozirgi kunda faqat mebelchilarga ixtisoslashgan SMM kursi mavjud. Bu kurs haqida sizga qisqacha ma'lumot berishim kerak bo'lsa, bu kursda siz o'zingizni mebel brendingizni yaratib olasiz, logotip, nom topasiz va hokazolarni qilasiz. Agar hozir siz tayyor brendingiz bo'lsa, uni yana ham yaxshilashni yo'llarini shu darsligimizda ko'rib chiqamiz. Keyin sotsial media, YouTube, Instagram, Telegram ga o'xshagan sotsial medialarni noldan boshlab o'zimiz ochamiz va to'g'ri nastroykalar qilib yurgizishni o'rganamiz. O'rganadigan 3-chi narsangiz bu media. Ya'ni reklama roligi tayyorlash, mebellarni rasmga olish, videoga olish, xullas faqat hamma narsa mebel uchun bo'ladi. Mebellar qanday videoga olinishini sizga amaliy ko'rsatib beraman va sizga har xil shablon va aytaylik montaj qilish uchun yo'llanma, qo'llanmalar beraman. Keyingi narsa bu marketing bo'ladi. O'zi aslida tepada ko'rib chiqqan narsalarimiz ham marketing instrumentlari edi. Shunga o'xshagan bazaviy marketing instrumentlarini ko'rib chiqamiz va keyingi o'rinda bu reklama, ya'ni internet orqali o'zingizga xohlaganingizcha mijoz jalb qilishni o'rganib olasiz. Lekin buni ham o'ziga yarasha ilmi bor. Bu aynan reklama bo'yicha men 3 milliard so'mdan ortiq reklama byudjeti shaxsan o'zim boshqarganman, sarflaganman. Bu bo'yicha meni bilimim yetarli deb hisoblayman va o'zimning bilimlarim bilan sizga baham ko'raman. Demak, keyingi narsa bu sun'iy intellekt, ya'ni hozirgi kunda eng aktual bo'layotgan mavzulardan biri. Sun'iy intellektda ishlashni, unga matnlar yozdirishni, reklama roligi, kontent rejalar tuzdirishni o'rganasiz va sun'iy intellekt yordamida video roliklar va rasmlar tayyorlashni o'rganasiz. Va bu sanab o'tgan hamma narsalarimni bir donagina telefoningiz orqali amalga oshirasiz. Bunga e'tiborli bo'ling. Hech qanaqa sizga kompyuter kerak bo'lmaydi. Hammasini bitta telefonda qilasiz. Qisqacha aytadigan bo'lsam, biz sotuvimizni oshirishimiz uchun 400 ta lead internetdan jalb qilmoqchi edik, to'g'rimi? Shu leadni qanday qilib jalb qilishni o'rganib olasiz. Undan keyin o'zingiz tashqaridan SMM xizmatlari sotib olayotganda ularni ishini tekshirishni va ulardan biror nima talab qilishni ham yaxshilab o'rganib olasiz. Shu joyda bir nimaga e'tibor berishingizni so'rayman. Bu mebelograf loyihasi, bu mebelchilar uchun maktab hisoblanadi. Masalan, premium mebel ishlab chiqarish va uni qimmatga sotish bu doktorantura darajasi bo'ladi. Lekin siz o'qish, yozishni bilmasdan turib, bu doktoranturaga, universitetga kira olmaysiz. Shuning uchun men bu maktabga asos soldim. Bu yerda bazaviy fundamental bilimlar bo'ladi. Bu mebelchilar maktabini kursini o'qib tugatganingizdan keyin kollej va universitet bilimlarini ham bemalol olishga tayyor bo'lasiz, xudo xohlasa. Bu kurs haqida sizga yana ham batafsil ma'lumot kerak bo'lsa va narxlarni bilmoqchi bo'lsangiz, shu yozilgan nomerga telefon qilishingiz mumkin yoki shu videoni pastini o'qisangiz, qanday qilib zaявка qoldirish bo'yicha matn yozib qo'yganman. Shuni o'qib zaявка qoldirsangiz, o'zimiz siz bilan aloqaga chiqamiz va hamma savollaringizga javob beramiz.